Yuqorilik sevni oxirdan bir abzas barti mashina kiyib qilib ashadli uzilib ketib qoldi, ovoz kirib olmasin deb qo'rqdim. Kechiring vatandoshim. Endik ishkenga yaqin mavzularga diqqat qilaylik, hurmatli vatandoshlar. 2018 yil 7-oyning 13-kunida 14-kuni YouTube'dagi to'g'ri film xabarlarining mavzulari bundaq. Hozir Xi Jinpingni tashviq qilish jiddiy to'xtadi. Jonay ishga kurashga kirib qoldimi? So'zlarisha Abdori Apillo axborotlar. Ikkinchi, 4 turli kriz voqealari jamoat fikri paydo qildi. Jonayning ichki qismida allaqachon o'zgarish yuz berdi. Xi Jinpingning huquq o'rni Abdori Jungoni kuzatish. Üçüncü, Amerika-Jungo soğuz uğraşı Jungo eğer bir külle krizisga kirib keldi. Kompartiyaning üstüden g'olib keladigan bir davrga kirib keldi. Jungo xalqida cho'chigidek bir ish ko'pchilik. Abdur Apillo axborotlar. 4. Bir yo'l bir belbog' siyosiy to'sqinlik uyushtirdi. Pul muomala vaqt kezdi. Bozor Jungoning hayviylik huquqchilik jamiyatidan farqlanadi. Abduri Mingjin Xopay. 5. Xinhuaxia qopiraklik qildi. Huagopingni shpi keltirib, Xi Jinpingga daritmiladi. Wang Huning jon tikib elishamdi. Wang Huning degan yetti ayhatning birisi. Yangidan saylangan shuni Wang Huning jon tikib elishamdi. Kim? Ko'pchilik. Abduri siyosiy obzor Chimpokon. 6. Siyosiy o'zgarishdan xabardor qoldi. Peshqadamlar imzoli xat yozib, o'rniga qistab keldi. Xi Jinping ikkinchi Huagoping bo'lib qoldi. Abduri Mingjin Xopay. 7. Jonglanghay zo'r voqea chiqdi. Balki Xi Jinping huquq o'rnini saqlab qola olmaydi. Partiya ichida qarshi kuchlar dal ko'pchilik Abduri Jungoni kuzatuvchi. 8. So'zi urushi Jungo fuqarolar prezident Trampga rahmat etib, dal hozir Jungo kompartiyasining holini bo'ladi. Holi nima bo'ladi? Qarab turibdi. Abduri Jungoni kuzatuvchi. 9. Amerika Jungo so'zi urushi boshlanish bilanla Jonayxada jiddiy o'zgarish yuz berdi. 4 turli g'ayriy voqea Xi Jinpingga bishorat berdi. Abduri Jungoni kuzatuvchi. 10. Beijing oz uchraydigan ahvolda qattiq gap qildi. Jungo Amerika munosabati allaqachon urush gerbikiga kelib qoldi. Abduri bugungi Jungo aloqador taraflar qonili. 11. Amerika, Yevropa, Yaponiya qo'l tutishib, Dunyo savdo tashkilotining Jungoni salohiyatini qayta tekshirishni talab qildi. Kompartiya aloqzodi bo'lib ketdi. Qo'rqishga boshladi. Abduri obzorchi Chimpokon. 12. Amerika Jungo savdo urushi Jungo iqtisodi bir peshvoga yaramdigandi. Prezident Trampning ko'nglida sambar. Ko'pchilik Abduri Apillo axborotlari. 13. Xi Jinping 7-oyning 14-kuni yangi to'g'ri film ko'rinishi. Har qaysi joylarda Rais Xi Jinpingning suratlari elib etildimi? Abduri Xi Jinpingning yaqinqi ko'rinishlari. 7-oyning 14-kuni Xi Jinpingning yaqinqi ko'rinishlari. Prezident Trump boshlagan savdo urushi Beijingni kompartiyadan voz kechishga majburladi. Abduri Xi Jinpingning qisqacha ko'rinishlari. 15. Savdo urushi kuchayishga boshladi. Jungo kompartiyasi yetim qoldi. G'arib qoldi. Ko'chadan o'tgan chashqonga o'xshash o'rga qoldi. Abduri Jungoni kuzatuvchi. 16. Qaysi yo'lda menish kerak? Prezident Trump Rais Xi Jinpingning oldiga tanlab olishga ikki yo'l qoldirdi. Abduri Sheta programmasi. 17. Amerika Jungo qarshi o'rlashga boshladi.
ikki tarafli hujum qilguvchi Amerika parxodlari, harbiy parxodlari F-35 harbiy aeroplan saplab Jungo qirg'oqlariga yaqinlashishga boshladi.